2026-yil 30-iyun mamlakatimiz hayotida alohida ahamiyat kasb etuvchi sana, ya'ni Yoshlar kuni munosabati bilan yurtimiz bo'ylab keng ko'lamli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Ana shunday ezgu tashabbuslardan biri Qashqadaryo viloyati Koson tuman axborot kutubxona markazi jamoasi tomonidan o'tkazilgan Yosh qalblar porloq kelajak nomli fleshmob tadbiri bo'ldi. Mazkur tadbirning bosh maqsadi yangi O'zbekiston taraqqiyotida yoshlarning o'rni va rolini yana bir bor namoyon etish, ularda vatanga muhabbat, kitobxonlik madaniyati hamda yuksak ma'naviyatni shakllantirishdan iboratdir. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim olishi, zamonaviy kasb-hunar egallashi va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Zero yoshlar millat tayanchi, yangi O'zbekiston bunyodkorlari hisoblanadi. Tadbir davomida markaz xodimlari tomonidan aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish, yoshlarni ilm-fan va ma'rifatga chorlash bilan bir qatorda yurtdoshlarimizga Yoshlar kuni bayrami munosabati bilan samimiy tilaklar bildirildi. Yoshlar kelajak bunyodkori, kitob va ma'rifat esa ana shu buyuk kelajakning mustahkam poydevoridir.